Assalomu alaykum xalq dardi obunachilar va ijtimoiy tarmoqda kuzatuvchilar. Biz tarafimizdan va boshqa bloger va jurnalistlar tarafidan 2 yosh bolachani o'lganligi va uni nobud bo'lganligi haqida gap ketar ekan, uni ota-onalari qidirilib turganligi haqida biz ko'plab maqolalarni qo'ydik, ichki ishlar beryapti, jurnalist va blogerlar Facebook'larda tarqadi. Bu 2025-yildagi 24-mart kuni soat 19:00 da Farg'ona viloyati Beshariq tumanida Qurg'onchi MFEda hududida o'tgan ariqdan topilgan. Bu ya'niki Farg'ona kanalidan emas, soydan emas, ariqdan topilgan. Bolacha topilgan 2 yoshlik shu bolani ota-onalari qidirilyapti. Vaholanki ular topilmayapti. Shunday ekan, buni topishlikda yordam berishlikda so'rab turgan ichki ishlar xodimlari xalqqa murojaat qilib pul mukofotini qo'ydi. Birinchi qo'yganda 10 million va'da qildi. Undan keyin yana bir hafta o'tar o'tmas u pul 20 millionga ko'tarildi. Shu bilan bir qatorda biz bu murojaatlarni qo'ydik. Xalq dardiga ko'rib turibsizlar, o'qidilaring menimcha. Shu bilan birga biz aytamizki, xalq dardining yigitlari, jurnalistlari, adminlari biz tarafimizdan ham, ya'ni o'zimiz xalq dardi tarafidan aynan shu ishga ko'maklashgan va topishga yordam bergan kim bo'lishidan qat'iy nazar 5 million so'm biz beramiz. Va shu bilan bir qatorda agarda u yoshroq yigit bo'ladigan bo'lsa, bolalar bo'lsa, voucher beramiz. O'sha tumanda, shaharlaringdagi xohlagan o'qishlaringga 1 yillik pulni to'lab beramiz. Agarda yo'q, bu voucher kerak emas desalaring, biz uni o'rniga telefon ham qo'shib beramiz. Xudo xolasa bu gaplar meni o'zimni qo'limdan olasizlar. Shu bilan bir qatorda sizlarning nomlaring, kim ekanlaring sir saqlanib qoladi. Iltimos, bu videoni ko'proq tarqatinglar. Bu Beshariq tumani, Yaypan, ya'ni O'zbekiston tumani. Bular o'sha hududdagilar bilish kerak. Shu bilan bir qatorda jurnalist va blogerlardan ham iltimos qilardim, o'zlarining kanallariga qo'ysada, shu bilan bir qatorda shu balachani tezroq topib yerga qo'yishlikda ishlarini boshlansa va bularni agarda bu balaga suiqasd qilingan bo'lsa, o'z jazosini topish kerak, qonun oldida javob berish kerak. Shunday ekan, men umumiy o'zimni xalq dardim kuzatuvchilardan tashqari boshqalarga ham iltimos qilib qolaman. Biz tarafimizdan 5 million pul voucher yo telefon beramiz. Bunga befarq qaramanglar, iltimos ko'proq tarqatinglar. Mahallalar gruppasi bormi, shahar, tuman blogerlari bormi, o'zlaringning kanallaringga qo'yinglar. Iltimos, bu balacha ham biz bolalarimiz. Shuni o'rnida bizni farzandimiz ham bo'lishi mumkin edi. Lekin buni qismati nima bilan tugagan bizga sir, bu tergov siri, lekin bizga ham ochiqlanmagan. Lekin mana shuni topishga yordam bersalaring nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Oldindan sizlarga rahmat, kattakon, kuzatib boringlar, bizga murojaat qilinglar. Murojaatda biz o'zimizni telegramimizni yozamiz. Video ostida yanaki raqamimni qoldiraman, menga murojaat qilinglar. Shu bilan birga biz o'sha fuqaro bilan ko'rishib olamiz. Bu albatta sir saqlanadi. Rahmat.